Hammaga salom mollar. Sizlar bilan bugun Venus Jon kanalida Venus mollar. Bugun sizlarga Minecraft, ya'ni Pochal Launcher Java Edition Minecraftni, computer version Minecraftni gas skin tushirishni o'rganamiz. Ya'ni xohlagan bitta kiyimlar yoki любой bitta personajni tushirishni o'rgataman mollar. Buning uchun Telegramga bitta kirasizlar. Вот Venus kanali, ya'ni o'zimning kanalim. Shu tashlab qo'yganmiz. Your skin deysizlar. 3 ta nuqtani bosasizlar. Bundan save to downloads ga bosasizlar, и все chiqasizlar bundan. Zarchiver bo'ldi. Zarchiverni shuna Play Marketga kirib, Zarchiverda o'zi chiqib keladi. Вот Zarchiver chiqib keladi. Shuni skichat qilib turib bosasizlar. Bosib downloads ga kirasizlar и вот Telegram, mana Telegram turadi. Telegramda mana Your Skin. Shuni olasizlar-da, mashaq chiqarish. Распаковать skin, bilmayman, короче, mashaq chiqarish degani bu. Mana ruscha yaxshi bilmayman. Распаковать здесь. Mashina bosasizlar. И вот chiqadi. Ko'rib turibsizlar. Endi bu yerdan skinni olasizlar bo'ldi. Masalan, endi Venus Jon kanalida mana skinni olib borsam, mana copyright bosasizlar. Telegramda Your Skin, Ascent, Minecraft, Texture, Entity ga bosasizlar. Вот. Bu yoqqa bitta bosasizlar. Koordinat qo'ydinglar. Endi 3 ta nuqtani bosib turib, bundan qilasizlar. И вот. Удалить. Bundan bosasizlar. Endi qaranglar bo'ldi. Buni bundoq qilib turib, to'g'rilaysizlar. Ishni o'chirishingiz kerak hammasini. Keyin вот. Steve deb yozasizlar bittasiga. Ko'rdilam, mashina copyright qilib turib, yana o'ziga tashab turib, buni ham o'chirib, bunga Alex yozasizlar. Tushundinglarmi? Bo'ldi, все. Endi bu yerdan chiqib ketasizlar vashi. Mana Your Skins copyright qilib turib, Minecraftga kirasizlar. Ya'ni Androidga kirasizlar. Mana bu Android data kirib turib, pastroqga tushamiz. Pastroqga. Ko'pincha eng pasti bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Net Pochal Launcher Debug. Rasmi ham turibdi. Bitta bosasizlar, и вот nuqta Minecraft. Bu ko'pinchalarda chiqmaydi. Shuning uchun uchta nuqtani bosasizlar, настройкаga bosasizlar, список fayllarga bosasizlar. Bu yerda mana ko'rib turibsizlar, skrytый fayllarni shuni bitta yoqib qo'yasizlar. Yoqmasanglar ko'rinmaydi. Tushuniladigan umiddaman. Короче, Minecraftga kirasizlar, и bu yerdan вот mods, har xil bor. Mods o'zingizlar tashashni o'zi bilib olsanglar ham bo'ladi. Shu yoqda tashlasanglar bo'ladi. И bari keyingi videoda o'zim ko'rsataman. Resource packs mashinaga tashlaysizlar bo'ladi. Bitta bosasizlar, вот tashaldi. Endi qaranglar, chiqib ketamiz. Bu yerdan Pochal Launcherga kiramiz. Вот o'sha mana Venus Jon turibdi. Bitta bosasizlar. Bo'ldi, kirdi, все. Ko'rdinglar. Endi men bularni yo'q qilishni keyingi videoda o'rgataman. Tez video chiqaraman bo'llar, ostigasi. Вот Minecraftga kirib oldik bo'llar. Endi single player o'sha bilasizlar, buni ochishni, survival qilasizlar, kreativ qilasizlar, hardcore qilasizlar, hammasi bor bu yerda. Короче, yangi mir ochib olasizlar. Yoshligimizda mir deylardi, hozir nima deyilishini ham bilmayman. Ochib olasizlar shuni, hozir ochiladi. Вот kirdik bo'ldi. Вот. Hech qanaqa skin yo'q, ko'rasizlar. Mutlaqo hech qanaqa skin yo'q. FPS'imiz 59-60 atrofida. Endi bu yerda mana bosib turib, Optionsga kirib, Resource Packs. Keyin buni bosamiz, Yes bosamiz. Bo'ldi, endi donni bosib, ozgina kutamiz bo'ldi. Bu bittada o'xshamaydi. Ozgina kutib o'tiramiz. Вот. Все bo'ldi. Qo'shildi skinim. Mana ko'rib turibsizlar. Yangi Venus Jon. To'g'rirog'i yangi emas. Endi Venus nima deydi? Venus tomonda endi shu, ya'ni Venus Jon kanalida shu bola yuritadi.
Yenisida o'sha skinim qoladi. Vot bolalar, ko'rdinglar degan bitta. Endi bolalar qaranglar. FPS 59-60 atrofida menda ko'rasizlar. Mana shuni 120 undan ham baland, telefoninglar yaxshi bo'lsa, даже 300 FPS qilib tashlaydigan modlarni bilaman. O'sha modlarni sizlarga tashlab, o'zim ko'rsataman. Minecraft hotminiya qilishni o'rgataman. Bunisi hammaga xayr. Sizlar bilan Windows bo'ldi.